Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan pensiya oluvchilar uchun juda muhim bo'lgan masalani oddiy va tushunarli tilda tushuntirib beraman. 2026 yilda pensionerlar qaysi xizmatlar uchun to'lovdan ozod qilinadi? Qaysi holatlarda pul talab qilinmasligi kerak? Qaysi vaziyatlarda esa ehtiyot bo'lishi zarur? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, buvi yoki pensiya yoshlariga yaqin inson bor. İltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odam ortiqcha xarajatdan, asabiylashishdan va hujjatbozlikdan qutuladi. Avvallari ko'p pensionerlar ayrim davlat xizmatlari, tibbiy ko'riklar, ma'lumotnomalar, ijtimoiy xizmatlar yoki kommunal masalalarda qanday imtiyoz borligini aniq bilmas edi. Natijada odamlar hamma to'layapti, men ham to'layman deb o'ziga berilgan yengillikdan foydalanmay kelgan. Ayrim joylarda esa xodimlarning o'zi ham pensionerga tegishli imtiyozni eslatmaydi. Men buni amaliyotda ko'p ko'rganman. Inson 7 yoshda pensiya oladi, lekin oddiy ma'lumotnoma yoki xizmat uchun navbatda turadi, to'lov qiladi, keyin esa bilib qoladi. Aslida u to'lovdan ozod bo'lishi mumkin edi. 2026 yildagi eng muhim o'zgarish shundan iboratki, pensionerlarga nisbatan ayrim xizmatlarda imtiyozlarni amalda qo'llash yanada tartibli bo'lishi, ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilishi. Pensioner har safar o'z maqomini isbotlash uchun ortiqcha hujjat ko'tarib yurmasligi kerak. Ya'ni asosiy g'oya shuki, agar fuqaro pensiya oluvchi sifatida davlat bazasida ko'rinib turgan bo'lsa, unga tegishli bepul yoki imtiyozli xizmatlar avtomatik yoki soddalashtirilgan tartibda berilishi lozim. Lekin men boshidan aniq aytaman, har bir xizmat bo'yicha alohida tartib bo'ladi. Pensioner bo'lsam, hamma narsa bepul ekan degan xulosa noto'g'ri. Aynan shu xatolik ko'p tortishuvga sabab bo'ladi. Bepul bo'ladigan xizmat bor, chegirma bilan bo'ladigan xizmat bor. Faqat ayrim toifadagi pensionerlar uchun beriladigan imtiyoz bor. Shuning uchun bugun men sizga masalani mayda-maydasigacha tushuntiraman. Asosiy qism ilm. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kim xotirjam bo'lishi mumkin birinchi navbatda. Pensionerlar ko'pincha davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilganda ayrim to'lovlardan ozod qilinishi yoki kamaytirilgan to'lovdan foydalanishi mumkin. Masalan, fuqaro pensiya oladi. Unga ijtimoiy nafaqa pensiya miqdori, yashash joyi, oila tarkibi yoki boshqa ma'lumot bo'yicha hujjat kerak bo'ldi. Agar bu hujjat davlat organlari o'rtasida elektron almashinuv orqali olinishi mumkin bo'lsa, pensionerdan ortiqcha qog'oz va ortiqcha to'lov talab qilinmasligi kerak. Bunday vaziyatda men har doim shuni maslahat beraman. Mening pensioner maqom bazada ko'rinadimi? Shu xizmat bo'yicha imtiyoz bormi? deb so'rash kerak. Oddiy misol olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi Olim 8 yoshli otaxon pensiya oladi. Unga uy-joy masalasi uchun ma'lumotnoma kerak bo'ldi. U xizmat markaziga bordi va unga to'lov qilish kerakligi aytildi. Otaxon indamay to'lab yuborsa, keyin qaytarish qiyin bo'lishi mumkin. Lekin u joyda so'rasa, men pensionerman. Ushbu xizmatda pensionerlar uchun to'lovdan ozod qilish yoki chegirma bormi? Xodim tizimdan tekshiradi. Agar imtiyoz qo'llansa, to'lov olinmaydi yoki kamaytiriladi. Farq katta bo'lishi mumkin. Bir qarashda 20 ming yoki 40 ming so'm arzimasdek ko'rinadi. Lekin yil davomida bir necha marta hujjat, tibbiy xizmat, maishiy masala bo'lsa, bu 300 ming, 500 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi yo'nalish tibbiy xizmatlar bilan bog'liq. Pensiya yoshidagi fuqarolar ko'p holatda poliklinika, oilaviy shifokor punkti, dispanser nazorati, profilaktik ko'rik va ayrim ijtimoiy ahamiyatga ega kasalliklar bo'yicha bepul xizmatlardan foydalanishi mumkin. Bu yerda eng muhim nuqta shuki, bepul xizmat degani har qanday klinikada, har qanday shifokorda, har qanday tekshiruv bepul degani emas. Odatda bepul xizmat davlat tibbiyot muassasasida yo'llanma asosida belgilangan tartibda ko'rsatiladi. Masalan, 7-2 yoshli onaxon yurak-qon tomir kasalligi bilan ro'yxatda turadi. U xususiy klinikaga borib, ultratovush tekshiruvi, kardiolog ko'rigi va qon tahlillarini topshirsa, klinika pullik xizmat ko'rsatishi mumkin. Lekin u avval oilaviy shifokorga murojaat qilib, kerakli yo'llanmani olsa. Ayrim tekshiruvlar davlat muassasasida bepul yoki imtiyozli tartibda bajarilishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga har doim aytaman. Kasallik kuchayganda birdan xususiy klinikaga yugurishdan oldin avval biriktirilgan poliklinikangizga boring.
Oilaviy shifokor bilan gaplashing, qanday bepul tekshiruvlar borligini yozdirib oling. 3-yo'nalish kommunal xizmatlar va ijtimoiy yordam bilan bog'liq. Bu yerda ko'pchilik adashadi. Pensioner bo'lishning o'zi elektr, gaz, suv yoki isitish uchun to'lovlardan to'liq ozod qiladi degan umumiy qoida yo'q. Lekin kam ta'minlangan yolg'iz yashovchi nogironligi bo'lgan, urush yoki mehnat fronti faxriysi bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar uchun alohida kompensatsiya, subsidiya yoki yordam turlari bo'lishi mumkin. Bu yordam bevosita kommunal to'lovni nolga tushirmasligi mumkin. Lekin xarajatning bir qismini qoplab beradi. Misol uchun yolg'iz yashovchi 75 yoshli pensionerning oylik pensiyasi 1.200.000 so'm bo'lsin. U qishda gaz va elektr uchun 400.000 so'm, dori-darmon uchun 300.000 so'm, oziq-ovqat uchun 700.000 so'm sarflaydi. Hisoblab ko'rsak, uning daromadi xarajatlarga yetmaydi. Bunday holatda mahalla ijtimoiy xodim inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki tegishli bo'limlar orqali yordam so'rash mumkin. Agar u men pensionerman, shuning uchun avtomatik yordam keladi deb uyda kutib o'tirsa, masala cho'ziladi. Ariza tekshiruv holatni baholash bo'ladi. Shu sababli yordam olish uchun tashabbus ko'rsatish kerak. 4-yo'nalish transport va harakatlanish masalalari. Ayrim hududlarda pensionerlar, ayniqsa alohida toifaga kiruvchi keksalar uchun jamoat transportida imtiyozli yurish tartiblari bo'lishi mumkin. Bu ham hamma joyda bir xil emas. Shahar avtobusi, metro yo'nalishli taksi, shaharlararo transport, temir yo'l yoki aviachipta bo'yicha qoidalar bir-biridan farq qiladi. Men tomoshabinlarga shuni alohida ta'kidlayman. Agar transportda imtiyoz bor deyilsa, aynan qaysi transport turi, qaysi vaqt, qaysi hujjat asosida ekanini aniqlang. Chunki haydovchi bilan tortishib qolishdan ko'ra oldindan rasmiy ma'lumotga ega bo'lish ancha foydali. Masalan, pensioner ertalab poliklinikaga borishi kerak. U avtobusga chiqdi. Men pensionerman, pul bermayman dedi. Agar shu yo'nalishda bunday imtiyoz belgilangan bo'lmasa, nizo chiqadi. Lekin agar mahalliy hokimlik yoki transport boshqarmasi tomonidan pensionerlar uchun muayyan imtiyoz e'lon qilingan bo'lsa, fuqaro pensiya guvohnomasi yoki shaxsini tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatib, qonuniy huquqidan foydalanadi. Demak, og'zaki gapga emas, rasmiy tartibga tayanish kerak. 5-yo'nalish notarial va yuridik maslahat xizmatlari. Pensionerlar ko'pincha meros, vasiyatnoma, uy-joy ulushi, farzandlar o'rtasidagi kelishmovchilik, aliment, qarz kafil kabi masalalarda qiynaladi. Ayrim hollarda bepul yuridik yordam olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun. Lekin notariusning barcha harakati avtomatik bepul bo'lmaydi. Masalan, oddiy maslahat boshqa, notarial tasdiqlash boshqa, davlat boji boshqa, texnik xizmat boshqa. Shuning uchun pensioner notariusga borganda umumiy xarajat nimalardan iborat? Qaysi qismi majburiy, qaysi qismi xizmat haqi? Men uchun imtiyoz bormi deb so'rash kerak. Bu yerda juda hayotiy misol bor. Ona farzandlardan biriga uyni hadya qilmoqchi bo'ladi. Notariusga boradi. Xarajatlar aytiladi. Ona men pensionerman. Demak, bepul bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Aslida esa hadya shartnomasi, kadastr ma'lumotlari, davlat boji, texnik rasmiylashtirish kabi alohida xarajatlar bo'lishi mumkin. Agar u oldindan bepul yuridik maslahat olsa, balki hadya emas, vasiyatnoma yoki boshqa huquqiy yo'l unga foydaliroq bo'lishi mumkin. Demak, imtiyozdan tashqari to'g'ri huquqiy qaror ham pulni tejaydi. Kim xavotir olishi kerak? Eng avvalo, yolg'iz yashovchi pensionerlar, nogironligi bor pensionerlar, doimiy davolanishga muhtojlar, hujjat ishlari ko'p bo'lganlar, uy-joy yoki meros masalasi borlar, kommunal qarz yig'ilib qolganlar ehtiyot bo'lish kerak. Chunki ular ko'p xizmatlarga murojaat qiladi va ko'p xarajat qiladi. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar pensionerning hujjatlari joyida bo'lsa, pensiya olish tartibi aniq bo'lsa, tibbiy ro'yxatda turishi to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, davlat xizmatlaridan foydalanishda har safar chek va ma'lumot talab qilsa, u ortiqcha to'lov qilish xavfini kamaytiradi. Birinchi nozik jihat. Pensioner maqom bilan imtiyozli toifa har doim bir xil emas. 10 yoshdan oshgan ayol yoki 13 yoshdan oshgan erkak pensiya olishi mumkin. Lekin alohida imtiyozlar uchun qo'shimcha maqom talab qilinadi. Masalan, nogironlik guruhi temir daftar yoki ijtimoiy himoya reyestriga kiritilish, yolg'iz yashovchi sifatida e'tirof etilish, faxriy maqomi, surunkali kasallik bo'yicha dispanser nazorati kabi holatlar alohida ahamiyatga ega bo'ladi.
Shuning uchun qo'shnim bepul oldi. Nega men to'ladim? Degan savolga javob ko'pincha shu yerda yotadi. Qo'shnining maqomi ko'pincha shu bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, bepul xizmat faqat belgilangan tartibda bepul bo'ladi. Masalan, davlat poliklinikasida yo'llanma bilan tekshiruv bepul bo'lishi mumkin. Lekin xuddi shu tekshiruvni xususiy klinikada o'zingiz tanlab topshirsangiz, pullik bo'ladi. Yoki davlat xizmatlar markazida ma'lum bir ma'lumotnoma uchun imtiyoz bor. Lekin tezkor xizmat, qo'shimcha nusxa yetkazib berish yoki vakil orqali rasmiylashtirish uchun alohida haq olinishi mumkin. Shu sababli har doim xizmatning nomini aniq aytish kerak. Menga hujjat kerak deyish yetarli emas. Menga pensiya oluvchi sifatida falon maqsad uchun falon ma'lumotnoma kerak. Bu xizmatda imtiyoz bormi deb so'rash kerak. Uchinchi nozik jihat, qarzdorlik va jarimalar masalasida imtiyozlar cheklangan bo'lishi mumkin. Pensiya ayrim xizmat to'lovidan ozod bo'lsa ham, avvaldan yig'ilgan qarz, penya, sud qarori yoki ijro hujjati avtomatik bekor bo'lib ketmaydi. Masalan, kommunal to'lov bo'yicha 2 million so'm qarz yig'ilgan bo'lsa, keyinchalik subsidiya ajratilishi qarzni to'liq o'chirib yubormasligi mumkin. Bunday holatda alohida ariza, qarzni bo'lib to'lash, penya masalasini ko'rib chiqish, ijtimoiy yordam so'rash kerak bo'ladi. 4-chi nozik jihat. Hujjatda xato bo'lsa, imtiyoz ishlamasligi mumkin. Ism, familiya, pasportda bir xil, pensiya bazasida boshqa shaklda, yashash manzili eski, telefon raqam ro'yxatda yo'q, nogironlik ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, tizim pensionerni yoki imtiyozli maqomni tanimasligi mumkin. Bunday holatda xodim sizga imtiyoz chiqmayapti deydi. Bu sizda huquq yo'q degani emas, balki bazalarda ma'lumot to'g'rilanishi kerak degani bo'lishi mumkin. Men bunday vaziyatda darhol yozma izoh yoki rad javobini so'rashni maslahat beraman. 5-chi nozik jihat, ayrim xizmatlarda to'ldan ozod qilish faqat ariza bilan qo'llanadi. Ya'ni tizim avtomatik tanisa ham. Fuqaro imtiyozdan foydalanishni so'ramasa, xodim odatiy tartibda hisoblab berishi mumkin. Albatta, ideal holatda xodim o'zi tushuntirishi kerak. Lekin amalda odam o'z huquqini o'zi ham eslatishi zarur. Bu tortishish emas, bu qonuniy savol. Siz xotirjam ohangda, iltimos mening pensioner sifatidagi imtiyozimni tekshirib bering desangiz, bu mutlaqo normal talab. 6-chi nozik jihat. Oilaviy daromad hisobga olinadigan yordamlar bor. Masalan, yolg'iz pensioner yordam olishi mumkin. Lekin agar u farzandlari bilan bir xonadonda ro'yxatda tursa, oilaning umumiy daromadi tekshirilishi mumkin. Ba'zan pensioner amalda yolg'iz yashaydi, lekin hujjatda farzandi shu manzilda ro'yxatda turadi. Tizim esa bu uyda yana daromad bor deb ko'rsatadi. Natijada yordam rad etiladi. Shuning uchun yashash manzili ro'yxat. Amaldagi holat va hujjat bir-biriga mos bo'lishi juda muhim. 7-chi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. 2026 yilda pensionerlar imtiyozi haqida gap ko'paygani sari men sizga bepul xizmat chiqarib beraman. Pensiyangizga qo'shimcha pul qo'shib beraman. Kommunal qarzingizni o'chiraman deb pul so'raydiganlar ham paydo bo'lishi mumkin. Men qat'iy aytaman, davlat imtiyozi uchun kimdir sizdan oldindan naqd pul talab qilsa, juda ehtiyot bo'ling. Hujjat topshirish rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi, mahalla, ijtimoiy xizmat markazi yoki rasmiy portal orqali bo'lishi kerak. Telefon orqali kelgan SMS kodini hech kimga aytmang. Plastik karta raqami va parolini bermang. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pensioner yoki uning farzandlari nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibda aytaman. Birinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, yashash manzili, telefon raqami, agar bo'lsa nogironlik bo'yicha hujjat, tibbiy ro'yxat, kommunal hisob raqamlari, bank kartasi ma'lumotlari tartibli bo'lishi kerak. Hujjatlarning nusxasini alohida papkaga solib qo'ying. Farzandlar ham ota-onasining asosiy hujjatlari qayerda ekanini bilsin. Ikkinchi qadam, mahallaga yoki ijtimoiy xodimga murojaat qiling. Ayniqsa pensioner yolg'iz yashasa, kasal bo'lsa, dori-darmonga ko'p pul sarflasa, kommunal to'lovlarni qiynalib to'lasa, buni yashirmaslik kerak. Arizada holatni aniq yozing. Pensiya oluvchiman, daromadim falon so'm, dori-darmon xarajatim taxminan falon so'm, kommunal xarajatlarim falon so'm, ijtimoiy yordam yoki mavjud imtiyozlarni qo'llashni so'rayman. Ariza og'zaki gapdan ko'ra kuchliroq, chunki yozma murojaat ro'yxatga olinadi. 3-qadam, davlat xizmatlari markaziga borgan to'lovdan oldin savol bering.
ushbu xizmat bo'yicha pensionerlar uchun to'lovdan ozod qilish. Chegirma yoki davlat boji bo'yicha imtiyoz bormi deb so'rang. Agar yo'q deysa, iltimos qaysi asosga ko'ra yo'qligini tushuntirib bering deng. Agar to'lov qilsangiz, albatta chekni oling, cheksiz to'lov qilmang. Chek bo'lsa, keyin tekshirish, shikoyat qilish, ortiqcha to'lovni qaytarish imkoniyati paydo bo'ladi. 4-qadam tibbiy xizmatda avval oilaviy shifokordan boshlang. Shifokordan yozma yoki elektron yo'llanma so'rang. Qaysi tahlillar bepul, qaysilari pullik, qaysi tekshiruv navbat bilan, qaysi biri shoshilinch ekanini aniqlang. Agar sizga hammasi pullik deyishsa, xotirjam tarzda bo'lim mudiri yoki poliklinika ma'muriyatini tushuntirish so'rang. Ayniqsa surunkali kasalligi bor pensionerlar uchun dori ta'minoti, profilaktik ko'rik, dispanser nazorati masalalarini alohida so'rash kerak. 5-qadam kommunal to'lovlarda shaxsiy kabinet va qarz holatini tekshiring. Elektr, gaz, suv va chiqindi bo'yicha hisob raqamlarini aniqlang. Qarz bo'lsa qachondan paydo bo'lganini so'rang. Ba'zan hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritiladi. Ba'zan eski qarz yangi egaga o'tib qoladi. Ba'zan pensioner to'lagan pul tizimda kech ko'rinadi. Agar pensioner ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lsa, kommunal xarajatlar bo'yicha ariza berishda oxirgi kvitansiyalarni ilova qiling. 6-qadam rasmiy manbalarni tekshiring. Har qanday yangilikni eshitganingizda kim aytdi deb emas, qayerda yozilgan deb so'rang. Davlat xizmatlari markazi, ijtimoiy himoya organlari, sog'liqni saqlash tizimi, mahalliy hokimlik, pensiya jamg'armasi yoki rasmiy portallardan ma'lumot oling. İnternetdagi har bir xabar to'g'ri bo'lavermaydi. Ayniqsa hamma pensionerlarga falon pul beriladi yoki hamma to'lov bekor qilindi degan gaplarga ishonishdan oldin tekshiring. 7-qadam rad javobi olsangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki bo'lmaydi degan javob bilan to'xtab qolmang. Arizada shunday yozish mumkin. Men pensiya oluvchi fuqaro sifatida falon xizmat bo'yicha to'lovdan ozod qilish yoki imtiyoz qo'llanishini so'rayman. Agar imtiyoz qo'llanmasa, rad etish sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Bunday murojaat tartibni o'zgartiradi. Chunki yozma javobda idora aniq asos ko'rsatishi kerak bo'ladi. 8-qadam farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p keksalar telefon orqali navbat olishni, elektron portalga kirishni, SMS tasdiqni, shaxsiy kabinetni tushunmasligi mumkin. Bu ularning aybi emas. Yangi tizimlar yoshlar uchun ham ba'zan murakkab. Shuning uchun farzandlar oyiga hech bo'lmaganda bir marta ota-onasining pensiya tushumi, kommunal qarzi, tibbiy yo'llanmasi, kerakli hujjatlari va imtiyozlardan foydalanyaptimi yoki yo'qmi tekshirib qo'ysin. Yana bir muhim maslahat, pensioner hech qachon shoshilib imzo qo'ymasligi kerak. Notariusda, bankda, kommunal idorada, tibbiy xizmatda yoki boshqa joyda hujjat berishsa, avval o'qib chiqing. Tushunmasangiz, men buni uyga olib borib, farzandim bilan maslahatlashib kelaman deyishga haqqingiz bor. Ayniqsa kredit, kafillik, uy-joy, meros hadya, qarzdan olish kabi hujjatlar juda jiddiy oqibatlarga olib keladi. Demak, 2026 yilda pensionerlar uchun eng muhim yangilik shuki, ayrim xizmatlarda to'lovdan ozod qilish va imtiyozlardan foydalanish imkoniyati kengroq va tartibliroq bo'lishi kutiladi. Lekin bu hamma xizmat avtomatik bepul bo'ladi degani emas. Har bir xizmat bo'yicha alohida qoida, alohida hujjat va alohida tartib bor. Pensioner o'z maqomini tekshirtirishi, to'lovdan oldin imtiyozni so'rashi, chek olishi. Kerak bo'lsa, yozma murojaat qilishi kerak. Men sizga eng asosiy fikrni yana bir bor aytaman. O'z huquqingizni bilsangiz, ortiqcha pul to'lamaysiz. Hujjatingiz tartibli bo'lsa, imtiyozdan foydalanish osonlashadi. Rasmiy manbaga tayansangiz, firibgarlar tuzog'iga tushmaysiz. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videodagi maslahatlarni albatta ularga tushuntiring. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar qaysi xizmatlardan bepul yoki imtiyozli foydalanmoqda, qayerda muammo bo'lyapti, qaysi idorada ortiqcha to'lov so'rashgan. Fikringiz boshqalarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir pensionerning ham pulini, ham vaqtini, ham asabini asrab qolishi mumkin.